Assalomu alaykum. Biz ijodiy jamoamiz bilan birgalikda Surxondaryo viloyati Muzrabot tumani Yangobod jamoa xo'jaligida joylashgan marhum mehnat faxriysi Hoji bobomiz Do'stqobil Qodirovning kutubxonasiga shaxsan tashrif buyurdik. Hurmatli prezidentimizning 2018-yilda aynan tashabbuslari bilan qurilgan kutubxonani ko'zdan kechirib, video obzorlarini qilib berib, fuqarolarimizni, yoshlarimizni kitobxonlikka jalb qilib, kitob ilmni charxlaydi degan ulamolarimizning gaplariga, rivoyatlariga quloq solib, ushbu marhum Do'stqobil Qodirovning kutubxonasini video tasvir qilib, fuqarolarimizni, yoshlarimizni ilmga umrlarini bag'ishlashlari uchun video rolik tayyorlashga harakat qilyapmiz. Mana ko'rishimiz mumkin, hurmatli mahalladoshlar. Mana kelishimiz bilan chiroyli bog' bizni kutib olyapti. Mana ko'rishimiz mumkin, atirgullar. Mana olma daraxtlari ekilgan, mayski olmalar pishib yotibdi. Xullas, hovlisini ham shinamgina barcha obodonlashtirish ishlari qilingan. Mana tepamizda ko'rishimiz mumkin, 7-sonli maktabning yonida joylashgan kutubxona ekan. Mana to'xtalamiz. Xalq ta'lim faxriysi Qodirov Do'stqobil To'raboyevichning uy kutubxonasi ham o'zbek tilida, ham lotin tilida yozilgan ekan. Marhamat. Asta-sekinlik bilan ichkari kiramiz. Mana shinamgina gullar. Hammasi ajoyib. Hurmatli prezidentimizni 2018-yilda aynan o'zi qurdirib bergan kutubxonalari ko'rishimiz mumkin. Bu yerda kitob o'qiydigan xonalari, bu tomonda ham ko'rishimiz mumkin. Alohida xonalar, kompyuter jihozlari bilan ham jihozlangan, vabshim shinamgina kutubxona. Mana endi aynan kutubxona bo'limiga marhamat qilamiz. 10,000 dona kitobi bo'lgan marhum Hoji bobomiz Do'stqobil Qodirovning kutubxonasiga mana kiryapmiz. Ko'rishimiz mumkin, aynan ochilish marosimida Surxondaryo viloyat hokimlari, Toshkentdan tashrif buyurgan san'atkorlar, mana barcha tabrik, faxriy yorliqlar, barcha peshtaxtadan rasmlari, ochilish marosimi bo'lib o'tgan diplom, hamma jihozlari bilan jihozlangan. Mana marhum ustozimizni jiyanlari Ravshan aka Qodirov bilan hamkorlikda ushbu kutubxonani yoshlarimizga yoritib, barcha yoshlarimizni umrini ilmga bag'ishlab, kitob miyaning charxidir deganlaridek qisqacha mana ko'rsatib o'tib kutubxonani ba'zi bir she'rlariga, kitoblariga to'xtalib o'tamiz. Assalom berishing kerak. Mana ko'rishimiz mumkin, 10,000 dona kitobi bor bir insonning shaxsiy kutubxonasini hech kim mana shunday tasavvuriga sig'dirmagan holat. Assalomu alaykum, hurmatli Ravshan aka. Sizdan ham bir qisqacha she'r va rivoyatlar eshitish uchun
So'z navbatini sizga beramiz. Va alaykum assalom uka. Avvalambor xush kelibsiz. Rahmat. Mana shu kutubxona haqiqatan ham amakim Do'stqobul Qodirovni shaxsiy kutubxonalari. Albatta rahmatli Do'stqobul Qodirov amakim ko'p yillar ta'lim sohasiga faoliyat olib bordi. Umrini ko'p vaqtini mana shu ta'lim sohasini, ta'lim rivojlanishiga, qolaversa mana shu o'ziga kitob yig'ishga bag'ishlagan inson edilar. Rahmatli amakim o'zlarini to'plagan mana shu kitoblarini har qanday boylikdan ham ustun ko'rar edilar. Endi prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev esimda 2018-yil Surxondaryoda tashrif buyurgan paytlarida mana shu bir yig'ilishda Do'stqobul amakimizni shaxsiy uyida, shaxsiy kutubxonasiga 10 ming dona kitob borligini eshitib, Surxondaryo viloyatining sobiq hokimi Erkin Turdimovga aytib, mana shu kutubxonani qurilishiga bir tashabbus bilan chiqib, o'zlarini munosib bir hissalarini qo'shdilar. Men shu yerga bir narsani aytib bermoqchiman. Erkin Turdimov o'sha hokim bo'lgan davrlarida hozir ham mana shu insondan bizning Surxondaryo viloyatimizning butun xalqi shu insondan minnatdor. Juda ajoyib ishlab, xalq bilan birgalikda ishlab ketganlar, xalqimiz hozir ham minnatdor. Men mana shu Erkin Turdimovni ham mana shu kutubxonani qurilishiga juda katta hissalari borligini alohida aytib ketmoqchiman. Endi bu kutubxonani qurilishiga prezidentimizni bu nima e'tiborlari, bu prezidentimizni kitobxon insonga, ilm ahliga, ma'rifatparvar insonlarga bo'lgan bir e'tiborlar deb qarashimiz kerak. Davlatimiz amakim Do'stqobul Qodirovni ma'rifat sohasidagi xizmatlari uchun Mehnat Shuhrat ordeni yuksak unvoni bilan ham taqdirladi. İnsonni hayotda har bir insonni ustozi bo'ladi. Men misol uchun o'sha rahmatli Do'stqobul amakim bilan doimo faxrlanib kelganman. Ham amakim edi u kishi, ham men uchun ustoz edi. Shuning uchun men Do'stqobul amakimni ustoz deb tan olganman va men ham mana kitobga bo'lgan meni qiziqishim, o'sha yoshlikdan amakimni uyiga kelgan paytlarim, uylariga kitobni ko'rib bir qiziqib yurardim-da. O'sha maktab davridan boshlab men ham kitobga bo'lgan qiziqishim ortib, mana hozir ham o'sha amakimdan o'rgangan odatlarim, qayerga borsa kitob olaman, gazeta, jurnallar yig'ib, kerakli ma'lumotlar yig'ib, to'plab borib, mana shu umuman kitobga bo'lgan qiziqishim rahmatli Hoji Do'stqobul amakimdan, ustozimdan o'tgan menga ham. Endi hozirda mana misol uchun meni ham o'sha 5000 ga yaqin kitobim bor. Lekin to'g'ri hozir mana taqdir taqozosi bilan o'sha Toshkentga hozir men ijod qilyapman. Allohga shukr yashayapman. O'sha Toshkentga borib ishlab ijod qilishim ham mana shu Do'stqobul amakimning maslahatlari bilan, tavsiyasi bilan shu Toshkentga borib qolganman. Mana hozir aytganimdek 5000 ga yaqin kitob yiqqanman. Xudo xolasa amakimga o'xshab men ham shu 10 mingdan oshirish niyatim bor kitoblarni. Endi xalqimizdan shunday gap bor. Yaxshidan bog', yomondan dog' qoladi degan naql bor. Haqiqatan mana Do'stqobul Qodirov amakimizdan mana qarang 10 ming dona kitob qoldi. Mana bu kitobga hozir bugun mana shu kitobga kutubxonaga keksa yosh kelib, butun hatto chet tumanlardan ham kelar ekan. Chet tumanlardan kelib odamlar kitob olib, mana shu yerga yozdirib o'zlari kitob olib o'qib ketishyapti. Buni ham savobi baribir o'sha amakimga tegib turibdi deb o'ylayman. Endi barcha nima deysiz? O'lim haq ekan. O'lim haq ekan. Bugun mana Do'stqobul Qodirov amakimiz oramizda yo'q. Biz barcha qarindoshlar, shogirdlar bu insonni siymosini bir umr qalbimizda jo qilamiz. Oxiratlari obod bo'lsin deymiz. Ruhlari shod bo'lsin deymiz. Xudo xolasa mening ham maqsadim
mana shu Do'stqobul amakimni g'oyalarini, fikrlarini davom ettirish. Maqsadim mana men ham o'zim 40 yildan ziyod ta'lim sohasiga maktabga dars berdim. O'zim o'qituvchiman, ijodkor o'qituvchiman. Mana shu amakimni niyatlarini amalga oshirish. Butun vijdim bilan harakat qilamanki, O'zbekiston bo'yicha mana shu butun xalqiga kitobni nima ekanligini, insonga ilm, kitob kerak ekanligini, mana ayniqsa o'sib kelayotgan yoshlarimizni men bir narsadan juda afsuslanaman. Hamma yoshlarning keksa yoshli qo'liga telefon. Buni men to'g'risi tasavvur qila olmayman, lekin yoshlarning qo'liga qani o'sha hammasining qo'liga telefon emas, kitob ko'rsatadi. Mana shu men Toshkentlarga yuramiz, metroga ham ko'zimiz tushadi, avtobusga, hamma joyga bolalarning, yoshlarning qo'liga kitob emas, telefonni ko'rib, ba'zan odam uyga tolib qoladi. Shuning uchun meni ham maqsadim mana shu rahmatli amakimni orzu tilak istaklari butun xalqqa, butun keksa yoshga o'sha ilm, kitob o'qishni targ'ibot qilish. Demak, o'zim o'qituvchi sifatida 100 ga yaqin maqolalar yozganman. O'sha maqolalarimda ham ko'pi kitob haqida, odob, ta'lim, tarbiya haqida. O'sha kitob maqolalarimda ham amakimga birinchi gazetadagi chiqqan paytim amakimga olib kelib ko'rsatardim. Amakim ko'rib, "Bu mana maqolang yaxshi chiqdi" deb rag'batlantirib qo'yardi. Bu menga kuch-quvvat bo'lardi, yana ham maqola ijod qilishimga. Shu maqollalaringizdan bitta eshitaylik, yaxshirog'idan. Albatta, rahmat. Albatta, mana o'sha maqolamga shu so'zlarni yozganman. O'sha men mana Toshkentlarga ham ishladim, Yangihayot tumanida, o'sha Sergeli tumanlarida maktablarga ishladim. Mana ota-onalar yig'ilishiga ma'ruza qilganmiz, katta tadbirlarga ma'ruza qildim. Mana faxrlanib aytaman, qarang amakimni bu sohaga nimalari bor. O'sha Toshkent shahrida targ'ibotchilar nimasida o'sha Toshkent viloyatiga kitobxonlik bo'yicha nima bo'ldi? Ko'rik tanlov bo'ldimi? O'sha respublika Toshkent shaharlariga ham kitobxonlik targ'ibotini nimasi bo'yicha men faxrli o'rinlarni olib, hatto diplomlar olib olganman. Bu ham mana shu amakimni menga o'sha kitobxonlik bo'yicha bir nima deydi, tavsiyalar tufayli mana shu narsalarga erishdim deb o'ylayman. Endi hozir men to'g'ri fikrda aytdingiz Akmaljon, o'sha yozgan maqolalarimga, o'sha ma'ruzalarimga men bitta gapni doimo aytaman. Mana shuni shu bugun yana takrorlamoqchiman. Mana misol uchun shunday xonadonlar bor, hashamatli, to'g'rimi? 2 etaj, 2 qavatli, qimmatbaho jihozlar bilan jihozlangan uylar. Ko'rsangiz, oldiga qo'sha mashina. Lekin shunday xonadonlarda farzandlarini kelajak uchun yaxshi, odobli farzandlar bo'lib ulg'ayishi uchun o'sha xonadonni bir burchagiga uy kutubxonasi yo'q. Ko'ryapsizmi? Endi ammo vaqti kelib o'sha uylar, uydagi o'sha jihozlar, mashina ham, u ham eskiradi. Lekin o'sha xonadonda farzandlarni kitob o'qib olgan ilmlari, ularni yaxshi odoblari, o'sha kitob orqali o'qib olgan kasblari hech qachon eskirmaydi. Hech qachon eskirmaydi. Buni ota-onalar anglashlari kerak. Mana ko'pchilik yana shunday ota-onalarni men kuzatamiz, endi hayot bo'lyapti. Hammasi bozorga borishadi, bozorga borib qimmatbaho farzandlariga kiyimlar olishadi. Shirinliklar olishadi. Tug'ilgan kunlariga xohlagancha xarajat qilishadi, to'ylarda xarajat qilishadi. Lekin o'sha ko'chaga chiqib farzandlariga kelajak uchun, hozir aytganimdek, odob uchun bitta bir kitob olib kelib sovg'a qilishni anglab yetmaydilar. Men o'ylardim, mana shu hozir mana yana bitta gap qo'shimcha qilib ketmoqchiman. Kitob sovg'a qilish an'anasi kamayib ketdi bizga. O'sha kitob sovg'a qilish an'anasini ham tiklashimiz kerak. Men istardim. Mana bu O'zbekiston o'sha yozuvchilar uyushmasiga bu taklifimni berib kelyapman, to'g'risi. Respublika ma'rifat Respublika ma'naviyat va ma'rifat markaziga, targ'ibotchilar uyushmasiga ham
yozgan maqollalarimga ham, mavzularimga ham aytyapman men. O'zbekistonimizga umuman mana shu xalqimiz orasida kitob sovg'a qilish an'anasini tiklashimiz kerak. Aslida men bitta g'oyam bor, fikrim, aytib ketaman shu nimadan foydalanib. Kelinki mana bir yilga bitta oyda kitob sovg'a qilish an'anasi deb e'lon qilsak. Masalan, aprel oyini. O'zbekiston bo'yicha kitob sovg'a qilish an'anasi. O'sha yil bir oy hamma aytaylik, ota-onalar farzandlariga kitob sovg'a qilsin yoki yoshlar bir-biriga kitob sovg'a qilsin. Mana shunday an'anani tiklasak, ishonchim komil, yillar o'tib o'sha har bir xonadonga uy kutubxonasi tashkil bo'lib boradi. Kitobxon oilalar ko'payadi. Kitob sevar yoshlar asta-asta soni ko'payib boradi degan bir nimani aytmoqchiman. Xo'p, endi mana shu yozgan maqolalarimga, mana shu fikrlarimni mana hozir aytdingiz, shularni men doimo ruhlanib, havas bilan yozaman shu narsalarni. Lekin qani shunga natija? Menimcha buni, mana shu fikrlarni buni davlat miqyosiga olib chiqishimiz kerak. Mana prezidentimizni men gapni ochig'i o'sha prezident bo'lganlaridan keyin bir narsaga juda ruhlanib ketdim. Endi sir emas, o'sha Mirziyoyev, Shavkat Mirziyoyev prezident bo'lgunlariga qadar O'zbekistonimizning ko'p joylariga kutubxonalar yo'q edi. O'sha kutubxonalarning o'rnini kompyuterxonalar, video disk do'konlari egallagan edi. Mana prezidentimiz rahbarlik, davlat rahbarligiga o'tganlardan keyin ko'p joylariga kutubxonalar tiklandi. Prezidentimizning o'zlarining bu so'zlari ham bor. Biz yoshlarimizni kitobga qaytaraylik degan juda ajoyib fikrlari bor. Lekin buni omma, butun mana shu mas'ul insonlar buni targ'ibot qilishimiz kerak. Qani ko'p joylarga borib taniqli aktyor, shoir, yozuvchilar man qishloqlarga kutyapti shuni. Men bu narsaga ko'p urinayapman, lekin to'g'risi qandaydir natija qila olmayapman. Shuni islardim, mana taniqli aktyor, shoir, yozuvchilar bilan qishloqning eng chekka joylariga borib, mahallalarga, maktablarga, oliy ta'lim talabalariga, eng qishloq joylar, chekka joylariga borib, o'sha taniqli aktyor, shoirlar, yozuvchilar mana shu kitob nima insonga, o'sha kerak bo'lsa har bir xonadonga uy kutubxonasini tashkil etish kerak zarurligini, mana shu fikrlarni tinimsiz yil davomida targ'ibot, tashviqot qilib borish kerak deb o'ylayman men. Endi yana nima deyishim mumkin? Demak, mana shu ota-onalar albatta bu narsaga mas'ul bo'lish kerak. Mana hozir mana bu narsaga men aniq bilaman, ota-onalarni uyg'otish kerak. Birinchi farzandni oiladan kitobga o'rgatib borish kerak. 5 qolaversa 6 yoshidan, bog'cha davridan. Agar bolani 5-6 yoshidan boshlab kitobga o'rgatmadingizmi, u keyin 10-sinfga yo maktab yuqori qismiga borgandan keyin kitob o'qishga qiziqmaydi ham, xohlamaydi ham. Telefon bo'lib qoladi. Demoqchisizki, kitob va ilm davlatimizda, yoshlarimizni kelajagiga asosiy poydevor bo'lib xizmat qiladi. Bu chunki buyuk o'tib ketgan ulamolarimiz ham kitob o'qib, ilm olib dunyoga tanilgan-ku. Shuning uchun bu mana Qur'oni Karimga ham yozilgan, hadislarga biladiganlar bilan bilmaydiganlar tenglashtirmang degan bir nima ham bor sura. Bu mana Qur'oni Karimga mana shu nimalar hadislarga mana keltirilyapti. Biz yoshlarimizni kitobga o'rgatishimiz kerak, qiziqtirishimiz kerak. Lekin bu sohaga men aniq aytaman, oilaga ota-ona mas'ul bo'lish kerak. Ota-ona bu narsaga yordam bermasa, maktab nimalar qiyin. Chunki o'sha 5 yoshidan, 6 yoshidan boshlab ota-ona farzandini qo'liga kitob berib, albatta kitobni ham o'ziga mos kitob. O'sha ertak kitoblarini olib berib yoshligidan o'rgatib, ertaklar aytib, bolani o'sha fikriga quyib borish kerak. Ongini rivojlantirishga o'z hissamizni qo'shishimiz kerak. Bunga ota-onalar mas'ul bo'lish kerak. Keyin maktabga borgandan keyin bola albatta yaxshi o'qiydi, kitobga mehr qo'yadi. Endi mana yana bir so'zni aytmoqchiman, hozir aytib ketdim. Ana endi o'sha xonadonlarga tasavvur qiling. Alisher Navoiy bobomizning hikmatlariga boy kitobi. Bu kitobini o'qib, payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning hadis kitoblarini o'qib, tarbiyaga oid
ta'lim tarbiyaga oid kitoblarni o'qib o'sib ulg'aygan boladan hech qachon yomon bola chiqmaydi. Jinoyatchi ham chiqmaydi. Buni biz to'g'ri anglashimiz kerak. Demak, yosh oilada, yosh bolalarda, farzandlarimizda albatta kitobga mehr uyg'otib borishimiz kerak. Endi mana shu o'rinda yana bir fikrim kelib qoldi. Marhum O'zbekiston xalq qahramoni Ozod Sharofiddinov shunday bir so'zlari bor. Go'yoki o'sha ota-onalariga qarata aytgan gapda bor. Farzandlaringizni ko'p tanqid qilib urishavermasdan qo'liga kitob berib qiziqtiring. Kitobni o'zi tarbiyalab oladi degan bir ajoyib fikrda aytib ketganlardan. Men mana shu so'zni doim o'zim maqolamga, ma'ruzalarimga shuni doim aytaman. Aytishdan charchamayman. Qarang, mana shu narsalarda ham qanday dono ajoyib fikrlar. Bu ota-onalarga tegishli deb o'ylayman men. O'zingizni yozgan maqollalaringizdan ham bitta eshitaylik. Endi maqolam hozir aytib ketdim. Maqolam nomini aytaman. Haqiqatan ham kitob haqida ko'p maqola yozganman. Kitob aql chirog'i, donishmandlar dunyosi, kitob mening do'stim, uzoq yashashni istaysizmi, kitob o'qing. Kitob mening aytdim hozir do'stim, mana shunga o'xshagan juda ko'p kitob haqida maqolalar yozganman. Keyin ta'lim tarbiyaga oid ham mana bunday maqolalarimda o'sha hozir mana bir narsaga afsuslanaman, mana gazeta, jurnal o'qishim salgina susayib ketdi. Bunga ham men achinaman, juda achinaman. Hamma o'sha internet orqali hozir maqola yozganingizdan shuni birov o'qiydi, birov o'qimaydi. Shuning uchun men ham hozir mana Toshkentda taqdir taqozosi bilan to'g'risi nima qilyapman, o'zimcha o'sha televideniyaga ham bordim. Bu masalaga qani men istardim. Mana o'sha O'zbekiston telekanallari kelib mana shu amakimizga o'xshagan insonlar yurtimiz bo'ylab juda ko'p. O'zini umrini, hayotini mana shu kitobga bag'ishlagan insonlarni olib chiqish kerak. Televiziyaga ko'rsatish kerak buni. O'sha insonlarga ko'rsatish kerak. Kitob yig'ish, kutubxonasini tashkil qilish kerakligini yoki bir davra suhbat qilib, taniqli aktyor, yozuvchi, shoirlar bilan davra suhbat qilib, mana shunday insonlar mana o'tgandan emas, o'sha tiriklik davrida shunday ko'rsatuvlar qilsa bo'ladi-ku. Bunga e'tibor kerak deb o'ylayman. Men bu sohaga gap ochig'i televideniyalarga bordim, lekin natija bo'lmadi. Men aytdim shu rahmatli amakimiz haqida bir shunday bir davra suhbatlar qilingizlar, shuni mana el xalqqa ko'rsataylik. Bu katta boylik-ku, ertaga O'zbekistonimizning kelajagini ilmli yoshlar boshqaradi. Kitobsiz insonni hayotini, yashashini tasavvur qilish qiyin. Shu demoqchisizki, siz ham, biz ham ijodiy jamoa guruh xodimlari, jurnalist, muxbirlar, Toshkentdagi jurnalistlar, blogerlar shu tuman, qishloq, viloyat yurib, albatta. Qayerda shu mana shunday kutubxonalar bor, yaxshi savodxonlik joylari bor, video tasvir qilib, shu davlatimizning kelajagi, yoshlarni ilmga jalb qilib, shunday mana Alisher Navoiy, Zahriddin Muhammad Bobur, Ibn Sino kabi yana buyuk insonlarni yetishib chiqishiga birgalikda hammamiz hamjihat bo'lib, kuchni birlashtirib harakat qilishimiz kerak degan fikrdasiz, shundaymi? Albatta, 100%. Mana shu bu narsaga bir kishi, ikki kishi bu ishni qila olmaydi. Buni davlat miqyosida olib borish kerak deyman, aytganingizdek. Buni mana butun o'sha chet tumanlarga borib, mahallalarga borib, targ'ibot qilib, ota-onalarni ko'proq yig'ib iloji bo'lsa, ota-onalarga shu farzandingizni kitob olib bering, kitobga qiziqtiring, erta o'zingiz rohatini ko'rasiz shu farzandingizni yaxshi tarbiya ko'rgani uchun degan bir fikrni o'rtaga qo'yib, mana shu yig'ilishlar, tadbirlarni ko'proq o'tkazish kerak deb o'ylayman. Xullas, hurmatli vatandoshlar, Ravshan akamiz Qodirov Toshkent shahrida mana ko'p yillardan beri o'qituvchilik qilib, ilmiy izlanishlar bilan doimiy harakatda bo'lib yuribdi. Hozirgi kunda mana 1-iyun 2025-yil shaxsan mana Toshkentdan kelib, ushbu video kutubxonamizda fuqarolarimizni, yoshlarimizni ilmga jalb qilish maqsadida mana shu video tasvirlarni qilyapmiz. Yana bir narsani sizlardan iltimos qilardikki, fikrlaringiz bo'lsa, albatta kommentariyada fikrlaringizni yozib qoldirishlaringizni so'raymiz.
va akamizni ham Ravshan Qodirov YouTube kanallari bor. Obuna bo'lib, muntazam videoroliklarni kuzatib borishlaringizni, odamzodda ilmi ongi juda tez rivojlanishi uchun qilayotgan chiqishlarini o'zgacha baho berib kuzatib borishlaringizni shaxsan iltimos qilib so'rab qolardik. Ushbu videomizni yakunlaymiz. Agar qo'shimcha mana savol va javob biron yana aytadigan she'rlaringiz, maqollaringiz bo'lsa, eshitamiz Ravshan aka. Endi men nima deydi? Asosan shoir emasman, uzr. Bir ijodkor o'qituvchi sifatida maqolalar yozganman. Hozir ham aytib ketdim. Maqsadim meni ikkita fikrim bor. Rahmat. O'sha birinchi O'zbekistonimizni har bir xonadonida uy kutubxonasini tashkil qilinsa. Ikkinchidan O'zbekistonimizni o'sha har bitta oyga, masalan aprel oyiga o'sha kitob sovg'a qilish an'anasi deb e'lon qilinsa. Hurmatli prezidentimiz tomonidan bir oy hamma yoshlar bir-biriga, ota-onalar ayniqsa farzandlariga kitob sovg'a qilishni bir yillar o'tib shu narsa an'anaga aylanib qolsa, nur ustiga Alloh nur bo'lar edi. Ishonamanki, yillar o'tib xonadon O'zbekistonning har bir xonadoniga mana shunday uy kutubxonalar tashkil bo'ladi. Kitobxon yoshlar soni ko'payadi. Bu esa ishonchim komil O'zbekistonimizning ertangi kuniga ilmli, ma'rifatparvar yoshlar yetishib chiqadi deb umid qilaman. Sog' bo'linglar. Bizda hozircha shular, video tasvirlarimizni ko'rib, o'zlaringizga to'g'ri xulosa chiqarasizlar degan umiddamiz. Rahmat.